bitta jadval beryapti, keyin funksiya beryapti. Hop, birinchi o'qiylik, tushunaylik. Jadval ko'rsatyapti 3 ta qiymat x ni. Demak, x ni 3 ta qiymat degani 1, 2, 3 ta. Hop, va corresponding mos qiymatlar jx. Demak, unga mos qiymatlar nima bor ekan? Jx. Xo'p, endi qaysiki shu bo'lsa, ya'ni shu bog'lanish bor ekan. Endi bu yerda mana f linear function. Qanaqa ekan? Linear function ekan. Nima u? Ha, chiziqli funksiya. Hop. What is it? Y coordinate of y intercept. Hop, nima degani endi bu? Nima? Y coordinate of y intercept. Ya'ni 0 y. To'g'rimi? Nimani? Graph of f at x. F at x ni in the x y plane. X y tekstligida. Demak, x y tekstligida f at x ni grafigining y interceptini top deyapti. Xo'p, demak qaranglar. Birinchi menga f at x funksiya kerak. Oldin shuni tuzib olishim kerak, shuni topishim kerak. Hop. Uni topish uchun x o'rniga -23 qo'ysam, nima chiqar ekan? 2 chiqar ekan. Hop, demak 2 ga tenglik. X o'rniga necha qo'yaman? -23. Abdulloh, xatoyingizni tushunyapsizmi? Ana. Hop, mana shu yerdan men -23 topaman. Bu bilan bu -21 2 ga ko'paytirsam f -23 teng -42 bo'ldi. Mana bitta. Demak, bu degani x o'rniga -23 qo'ysang, -42 chiqadi degani. Hop, endi -9 qo'ysam nima chiqar ekan? 0. Demak ketdi. 0 tenglik f -9 taqsim -9 plus 2. F -9 tenglik. Bu bilan bu. -7. 0 ga ko'paytirsam. Hamma rozimi? Ana, endi men f at x ni ikkita qiymatini topib oldim. Endi f at x o'zi nima degani? Chiziqli, ya'ni kx plus b degani. Hamma rozimi? Endi qaranglar. Men demak x o'rniga -23 qo'ysam, ne chiqadi? -42. -42 tenglik -23 k b. Hop, endi -9 qo'ysam 0 teng -9 k qo'shib b. Men k bilan b topishim kerak. Nima qilaman? Ayiraman. Ayirsam -42. Ayirsam -14 k. Beten k'ni topsam 3. To'g'rimi? Pastga qo'yamiz. Bo'ldimi? K chiqdi. Endi b kerak. Mana ko'pga qo'yaman. 0 teng -9 kara 3 -27 qo'shib b. Bitta b topsa qolsa 27 teng b. Endi men funksiyani tuzib olaveray. Tuzsam, f(x) tenglik nima? 3x plus nima? 27. Hamma rozimi? Ana, men endi fx topib oldim. Shu fx nimasini so'ragan? Y interceptini so'ragan. Y intercept, ya'ni 0 qo'ysam y chiqadi. Demak, y teng 0 qo'ysam 0 y teng 27 degan javob chiqadi. Savollar? Kimda to'g'ri endi? Birinchi grafik ko'rib olamiz. Ataylab ko'rganimizga yarasha hech narsa yo'q ekan. To'g'rimi? Ya'ni x nima, y nima bermabdi. Iloji yo'q o'qiymiz. Iloji yo'q description, ya'ni o'qiymiz. Nima ketdi? The graph modeli the population. Nima? Population? Aholi soni. Ya'ni 1000. Demak, minglardagi aholi sonini bildirar ekan. 5000, 10000, 3000, 7000, nechidir ming. Town, shaharcha, qishloq, x yil since 2004. Ya'ni 2004-yildan beri yillar soni ekan. Qaysiki x shu bo'lsa, qaysi gap is the best interpretation? Zo'r ifodalaydi. Of point shu nuqtani zo'r ifodalaydi deyapti. Demak, biru
5,3 ni quyidagi tariqa qaysi biri zo'r ifodalaydi deyapti. Nima qaranglar. Bu degani nima degani? X bu nima? 2004-yildan keyingi yillar soni. Demak, X 1 turibdi. 1 bo'lgandan keyin necha bo'ladi? 2005 bo'ladi. 0 bo'lganda, mana 0 bo'lganda 2004 o'zi deyardim. 10 bo'lganda 2004 dan 10 yil keyin 2014 deyardim. Demak, 1 bo'lganligi uchun nima bo'ldi? 2005-yil bo'ldi. Xo'p, endi 2005-yilda 5,3 thousand, ya'ni 5300 ta nima bor? Aholi soni bor. Nimaga? Aholi sonini bildiryapti. Population in a thousand, ya'ni aholi soni minglarda deyapti. Tushunyapsiz-a? Xo'p, demak 2005-yilda nechta ekan? 5300 ta aholi bor degan javob topishim kerak. Xo'p, qaradim. 2019 deya xato, 18 deya xato, 2005. 2004 deyapti xato. Bosh yilda o'zini topib qo'ydi mana sizlar javob aka. Endi o'qib chiqamiz. 2005-yilda taxminiy aholi soni shaharchani 5300 ta. Demak, javob C. Tushundingmi? Savollar? Yo'q-a?